Assalomu alaykum akalar, mana biz Navbahor yonidagi Achchiqko'ldamiz. İşlerimiz davom etyapti. 6-oktyabr bugun. Kimda Achchiqko'lda yeri bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Ishni chiroyli qilib bitirib beramiz inshaalloh. Yer ahvolini ko'ryapsiz vallahi. Hoji bobolar, dehqon bobolarni kuzatishyapti. Bu yerde sholisini tagidan o'rishning imkoniyati yo'q, chunki kombaynda o'zi botib ketib qoladi yerga. O'shanga ozgina balandroq o'riladi. Loyerlar.